Agar sizda pensiya guvohnomasi bo'lsa yoki oilangizda pensioner ota-onangiz, buvinggiz, bobongiz, nogironligi bo'lgan yaqin insoningiz bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki ko'pchilik pensiya guvohnomasini faqat pensiya olish uchun kerak bo'ladigan oddiy hujjat deb o'ylaydi. Aslida esa bu guvohnoma ko'p joylarda imtiyoz, chegirma, navbatsiz xizmat, qo'shimcha huquq va ayrim hollarda pulni tejash imkoniyatini beradi. Eng achinarlisi, odamlar bu imkoniyatlarni bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha to'lov qilib yuradi. Men bugun sizga pensiya guvohnomasining ko'pchilik bilmaydigan 9 ta yashirin imkoniyatini sodda tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari va yaqinlariga ham kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga qayerga borish, qanday hujjatlarni yig'ish va imtiyozni qanday talab qilish kerakligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga real yordam beradi. Avvallari pensiya guvohnomasi ko'proq pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi qog'oz sifatida ishlatilardi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetdi, hujjat topshirdi. Unga pensiya tayinlandi, keyin guvohnoma berildi. Ko'pchilik bu hujjatni uyda, sandiqda yoki papkada saqlab qo'yardi. Kerak bo'lsa, bankka, pensiya jamg'armasiga yoki mahalla idorasiga olib chiqardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat xizmatlari raqamlashtirilmoqda. Ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarda ko'rinadi. Lekin bu pensiya guvohnomasining ahamiyati yo'qoldi degani emas. Aksincha, ayrim joylarda sizdan aynan guvohnoma, ayrim joylarda esa uning nusxasi yoki elektron tasdig'i so'raladi. Eng muhimi, pensiya guvohnomasi sizning maqomingizni bildiradi. Siz yoshga doir pensionermisiz? Nogironlik bo'yicha pensiya olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olasizmi? Yoki boshqa toifadagi ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxsmisiz? Mana shu maqom turli imtiyozlarning kalitidir. Lekin muammo shundaki, imtiyozlar har doim ham avtomatik berilmaydi. Masalan, transportda chegirma bo'lishi mumkin, lekin haydovchi yoki kassir sizdan guvohnoma so'raydi. Tibbiyot muassasasida bepul yoki imtiyozli xizmat bo'lishi mumkin. Lekin ro'yxatga olish joyida siz maqomingizni ko'rsatmasangiz, oddiy bemor sifatida navbatga yozib qo'yishadi. Kommunal to'lovlarda yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin, lekin ariza bermasangiz, hech kim sizning eshigingizni qoqib kelmaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamda huquq bor, hujjat bor, lekin u bilmagani uchun foydalana olmaydi. Shuning uchun bugun gapimiz shunchaki guvohnoma haqida emas. Guvohnoma orqali ochiladigan imkoniyatlar haqida bo'ladi. Pensiya guvohnomasi ko'p hollarda jamoat transportida imtiyoz olish uchun asos bo'lishi mumkin. Bu imtiyoz hududga, transport turiga va mahalliy tartiblarga qarab farq qiladi. Masalan, ayrim shaharlarda pensionerlar belgilangan toifadagi avtobus yoki metrodan imtiyozli foydalanadi. Ayrim yo'nalishlarda esa chegirma faqat ma'lum kunlarda yoki ma'lum toifadagi pensionerlarga beriladi. Oddiy misol olaylik. Toshkentda yashovchi 68 yoshli otaxon har kuni poliklinikaga qatnaydi. U bir oyda 20 marta borib kelsa, har safar yo'l haqi to'lasa, oy oxirida sezilarli summa chiqadi. Agar u o'ziga tegishli transport imtiyozini bilsa va pensiya guvohnomasini yonda olib yursa, bir oyda kichik ko'ringan tejamkorlik yil oxirida ancha katta pulga aylanadi. Bu pulga dori olish mumkin, oziq-ovqat olish mumkin, nabiraga sovg'a olish mumkin. Bu yerda muhim nuqta bor. Hamma pensioner ham hamma transportda mutlaqo bepul yuradi deb o'ylash xato. Shuning uchun men har doim aytaman. O'z hududingizdagi transport boshqarmasi, mahalla yoki tuman hokimligi e'lonlarini tekshiring. Agar kassada yoki haydovchi yonida imtiyoz haqida ma'lumot bo'lmasa, muloyimlik bilan pensiya guvohnomasi bo'yicha chegirma bormi deb so'rang. Ko'p odamlar so'rashga uyaladi, lekin bu sadaqa emas. Bu qonuniy huquq bo'lishi mumkin. Pensiya yoshidagi insonlar ko'proq shifokorga murojaat qiladi. Yurak bosimi, qandli diabet, bo'g'im og'rig'i, ko'z, quloq asab tizimi bilan bog'liq muammolar yosh o'tgan sari ko'payadi. Pensiya guvohnomasi ayrim tibbiy xizmatlarda pensioner maqomini tasdiqlab, sizga imtiyozli xizmat, navbatda ustuvorlik yoki bepul ko'riklardan foydalanish imkonini berishi mumkin. 22 yoshli onaxon ko'z shifokoriga boradi. U oddiy navbatga turib 2 hafta kutishi mumkin. Lekin agar poliklinikada pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun alohida tartib bo'lsa, u pensiya guvohnomasini ko'rsatib tezroq ro'yxatdan o'tishi mumkin. Yoki ayrim profilaktik tekshiruvlar, masalan qon bosimini nazorat qilish
qand miqdorini tekshirish. Dispanser ko'rgi doirasida bepul amalga oshirilishi mumkin. Men bu yerda juda muhim ogohlantirish beraman. Har qanday tibbiy xizmat avtomatik bepul bo'lib qolmaydi. Xususiy klinikada hamma joyda chegirma beriladi deb o'ylamang. Lekin ko'plab xususiy klinikalar pensionerlar uchun 5%, 10%, ba'zan 15% chegirma qiladi. Buni reklamada yozmasligi ham mumkin. Shuning uchun registraturada pensiya guvohnomasini ko'rsatib, pensionerlar uchun chegirma bormi deb so'rash kerak. Bir martalik tekshiruv 30 ming so'm bo'lsa, 10% chegirma 30 ming so'm degani. Oy davomida bir nechta tekshiruv bo'lsa, bu kichik pul emas. Ko'p pensionerlarning eng katta xarajati oziq-ovqat emas, aynan dori-darmon bo'ladi. Bosim dorisi, yurak dorisi, qand dorisi, qon suyultiruvchi dorilar, vitaminlar, malhamlar, tomchilar. Bularning hammasi oyma-oy pul talab qiladi. Pensiya guvohnomasi bevosita dorixonada har doim chegirma beradi deb ayta olmaymiz. Lekin u sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlab, ayrim dasturlar, yordamlar yoki bepul dori ro'yxatlaridan foydalanishda muhim hujjat bo'lishi mumkin. Masalan, surunkali kasalligi bor pensioni poliklinikada dispanser hisobida turadi. Agar unga davlat tomonidan ajratiladigan dori vositalari yoki imtiyozli retseptlar tegishli bo'lsa, shifokor undan pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy karta va diagnoz tasdiqlarini so'rashi mumkin. Agar odam baribir hech narsa berishmaydi deb bormasa, o'z huquqini yo'qotadi. Hayotiy misol, 66 yoshli erkak qandli diabet bilan yashaydi. U har oy doriga 400 ming so'm sarflaydi. Poliklinikadagi shifokor bilan gaplashganda ayrim preparatlar bo'yicha imtiyozli ta'minot tartibi borligini biladi. Hammasi emas, lekin bir qismi qoplansa ham oyiga 101 ming so'm tejaladi. Bir yilda bu 20 million so'mdan oshadi. Demak, pensiya guvohnomasi bu yerda men pensionerman deb aytish uchun emas, balki tizimdagi huquqni ishga tushirish uchun kerak. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi to'lovi, uy-joy xizmatlari, bular pensioner oilaning doimiy xarajatlari. Ayrim toifada pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oiladagi pensionerlar kommunal to'lovlar bo'yicha yordam yoki kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Bunda pensiya guvohnomasi asosiy tasdiqlovchi hujjatlardan biri bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashovchi 70 yoshli ayolning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Qishda gaz va elektr to'lovi 400-500 ming so'mga chiqadi. Agar u mahallaga murojaat qilsa, oilaviy ahvoli, daromadi, yashash sharoiti o'rganiladi. Tegishli tartibga mos kelsa, unga moddiy yordam, kompensatsiya yoki boshqa turdagi ijtimoiy ko'mak ajratilishi mumkin. Lekin u men hech kimdan so'ramayman deb jim o'tirsa, tizim uni ko'rmay qolishi mumkin. Bu yerda yana bir nozik jihat bor. Kommunal imtiyozlar hamma pensionerga bir xil berilmaydi. Ko'pincha daromad, oila tarkibi, nogironlik holati, yolg'izlik, uy-joy sharoiti hisobga olinadi. Shuning uchun qo'shnim oldi. Menga ham berishlari shart degan yondashuv to'g'ri emas. Lekin men bilmayman, demak menga tegishli emas degan fikr ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l mahallaga borib, ijtimoiy xodim yoki mas'ul bilan aniq gaplashish. Pensiya guvohnomasi banklarda ham foydali bo'lishi mumkin. Bugun pensiyalar ko'pincha plastik karta orqali tushadi. Pensionerlar bank kartasi, omonat, kredit, mikroqarz, pul o'tkazmasi, kommunal to'lov kabi xizmatlardan foydalanadi. Ayrim banklar pensionerlar uchun maxsus tarif, kartani bepul chiqarish, SMS xabarnoma bo'yicha yengillik. Omonatlarda qulay shart yoki kredit mahsulotlarida alohida yondashuv taklif qilishi mumkin. Masalan, pensioner har oy bankka borib pul yechadi. Agar u komissiya to'layotgan bo'lsa, bank xodimidan pensiya kartasi bo'yicha bepul yechish imkoniyati bormi deb so'rashi kerak. Yoki boshqa bankomatdan yechganda komissiya ushlanayotgan bo'lsa, o'z bankining shartlarini tekshirishi zarur. Ba'zan odam yiliga 200 ming so'mni faqat komissiyalar tufayli yo'qotadi. Yana bir misol, pensioner kichik omonat ochmoqchi. U 5 million so'm jamg'argan. Oddiy omonat bilan pensionerlar uchun maxsus omonat foizi o'rtasida farq bo'lishi mumkin. Farq katta bo'lmasa ham yillik hisobda qo'shimcha daromad beradi. Men har doim tavsiya qilaman. Bankka borganingizda pensiya guvohnomasi ko'rsating va pensionerlar uchun alohida shartlar bormi deb so'rang. Bank xodimi hamma narsani o'zi aytib bermasligi mumkin, lekin siz so'rasangiz variantlarni ko'rsatishga majbur bo'ladi. Ko'pchilik pensioner sanatoriy yo'llanmasi deganda
faqat tanish bilish orqali olinadigan narsa deb o'ylaydi. Aslida ayrim toifadagi pensionerlar sog'lomlashtirish, reabilitatsiya yoki sanatoriy xizmatlari bo'yicha navbatga turishi imtiyozli yo'llanma olishi mumkin. Bunda pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosa va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Masalan, qon bosimi yuqori, bo'g'imlari og'riydigan 60 yoshli pensioner yiliga bir marta sanatoriyda davolansa, uning ahvoli ancha yaxshilanishi mumkin. Lekin u buni bilmaydi, shifokordan so'ramaydi, mahallaga murojaat qilmaydi. Natijada imkoniyatdan foydalanmaydi. Ayrim hollarda shifokor tavsiyasi, tibbiy komissiya xulosasi va navbat asosida yo'llanma ajratiladi. Bu jarayon bir kunda bitmasligi mumkin, lekin boshlash kerak. Bu masalada sabr muhim. Chunki sanatoriy yo'llanmalari cheklangan bo'ladi. Bugun bordim, ertaga jo'natishmadi deb jahlanish kerak emas. Ariza qoldiring, ro'yxatga olinganini tasdiqlating, navbat raqamini yoki mas'ul xodimning kontaktini yozib oling. Agar sizda nogironlik, surunkali kasallik, yolg'iz yashash yoki boshqa ustuvor holatlar bo'lsa, buni hujjatlar bilan ko'rsating. Pensiya yoshiga chiqqan inson faqat uyda o'tirishi kerak degan qarash noto'g'ri. Keksalar ham muzeyga borishi, teatr ko'rishi, kutubxonadan foydalanishi, o'quv kurslariga qatnashi, kompyuter yoki til o'rganishi mumkin. Ko'plab madaniy maskanlar pensionerlar uchun chegirma yoki bepul kirish kunlarini tashkil qiladi. Bunday joylarda pensiya guvohnomasi chegirma olish uchun asos bo'ladi. Masalan, bu nabirasi bilan muzeyga bormoqchi. Oddiy chipta 30 ming so'm bo'lsa, pensionerga amidi foiz chegirma bo'lishi mumkin. Bu bir qarashda kichik, lekin oila uchun madaniy xordiqni arzonlashtiradi. Yoki teatrda ayrim kunlari pensionerlar uchun imtiyozli chipta bo'ladi. Buni bilgan odam foydalanadi. Bilmagan odam esa teatr qimmat deb bormaydi. Men buni juda muhim deb bilaman. Chunki pensionerning sog'lig'i faqat dori bilan tiklanmaydi. Ruhiy holat, muloqot, harakat, jamiyatga aralashish ham salomatlikka ta'sir qiladi. Agar kishi haftada bir marta kutubxonaga borsa, muzeyga kirsa, mahalladagi to'garakda qatnashsa, yolg'izlik hissi kamayadi. Pensiya guvohnomasi shu eshiklarni ochadigan kichik kalit bo'lishi mumkin. Bugun ko'p xizmatlar davlat xizmatlari markazlari orqali olinadi. Ma'lumotnoma, ko'chmas mulk hujjati, ro'yxatdan o'tish, ariza topshirish, turli sertifikatlar. Ayrim xizmatlarda pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun navbatda qulaylik. Ayrim yig'imlarda imtiyoz yoki masofaviy xizmat ko'rsatish imkoniyati bo'lishi mumkin. Masalan, 75 yoshli otaxon davlat xizmatlari markaziga boradi. U uzoq navbatda tik turishga qiynaladi. Agar markazda keksalar uchun ustuvor xizmat oynasi yoki yordamchi xodim bo'lsa, u pensiya guvohnomasini ko'rsatib yordam so'rashi mumkin. Ko'pincha odamlar hamma navbatda turibdi, men ham turaman deb sog'lig'ini qiynaydi. Lekin tizimda keksalarga yordam berish tartibi bo'lsa, undan foydalanish uyat emas. Yana bir holat, ayrim hujjatlarni olishda davlat boji yoki xizmat haqi bo'ladi. Ba'zi toifalar uchun to'lovdan ozod qilish yoki kamaytirish tartibi mavjud bo'lishi mumkin. Bu hamma xizmatga tegishli emas, lekin har safar ariza topshirishda so'rash kerak. Men pensionerman, bu xizmat bo'yicha imtiyoz bormi? Agar bor bo'lsa, pensiya guvohnomasi va pasport asosida rasmiylashtiriladi. Eng muhim imkoniyatlardan biri shuki, pensiya guvohnomasi sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydi va mahalla, ijtimoiy himoya organlari, homiylik dasturlari, xayriya yordamlari, oziq-ovqat to'plamlari, qishki ko'mak yoki bir martalik moddiy yordam uchun ariza berishda kerak bo'ladi. Masalan, pensionerning uyida ta'mirga muhtoj tom bor, qishda sovuq kiradi. Pensiyasi oziq-ovqat va doriga ketadi. U mahallaga murojaat qilib holatini tushuntiradi. Mas'ullar uning yashash sharoitini o'rganadi. Daromadini ko'radi, oila a'zolarini aniqlaydi. Agar haqiqatdan yordamga muhtoj deb topilsa, unga moddiy yordam, homiylik yoki tegishli dastur orqali ko'mak ko'rsatilishi mumkin. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi, men doimiy daromadim pensiya, maqomim pensioner degan rasmiy isbot bo'ladi. Bu imkoniyatdan ayniqsa yolg'iz keksalar, farzandlari chetda bo'lganlar, nogironligi bor pensionerlar, kam ta'minlangan oiladagi bu bobolar foydalanishi kerak. Lekin ariza yozishda hammasini og'zaki aytib qo'yish yetarli emas. Hujjat bilan, raqam bilan, dalil bilan ko'rsatish kerak. Masalan, dori xarajatlari bo'lsa, cheklarni saqlang. Kommunal qarz bo'lsa, kvitansiyalarni oling. Tibbiy tashxis bo'lsa, shifokor xulosasini qo'shing.
Shunda murojaatingiz jiddiy ko'riladi. Endi muhim savol, bu imkoniyatlar kim tegishli? Men buni aniq ajratib tushuntiraman. Agar siz pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz, pensiya tayinlangan bo'lsa va guvohnomangiz bo'lsa, albatta o'z hududingizdagi imtiyozlarni tekshirishingiz kerak. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya olsangiz, sizda qo'shimcha imtiyozlar bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oladigan oila a'zosi bo'lsangiz, siz ham ayrim ijtimoiy dasturlarga kirishingiz mumkin. Agar pensioner yolg'iz yashasa, farzandlari yordam bera olmasa, surunkali kasalligi bo'lsa, kommunal xarajatlar daromadiga nisbatan og'ir bo'lsa, albatta mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilish kerak. Chunki bunday vaziyatda yordam olish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Kim xotirjam bo'lishi mumkin. Agar pensioner moddiy jihatdan ta'minlangan, farzandlari bilan yashaydi, daromadi yetarli, sog'lig'i yaxshi bo'lsa ham guvohnomasini beparvo qoldirmasligi kerak. Chunki transport, bank, madaniyat, tibbiy chegirmalar unga ham foydali bo'lishi mumkin. Lekin ijtimoiy yordam masalasida ehtiyoj darajasi alohida baholanadi. Ya'ni hamma narsani ham men pensionerman, demak menga berishlari shart deb talab qilish to'g'ri emas. Huquq bor joyda talab qiling, lekin mezon bor joyda hujjat bilan isbot qiling. Birinchi tuzoq guvohnomani uyda qoldirish. Ko'p odam kerak bo'lsa keyin olib kelaman deydi, lekin kassada, poliklinikada, bankda yoki davlat xizmatida aynan o'sha paytda ko'rsatmasangiz imtiyoz qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun guvohnomaning aslini ehtiyot qiling, lekin nusxasini ham yoningizda saqlang. Telefoningizda suratini saqlab qo'yish ham foydali, lekin hamma joyda surat qabul qilinmasligi mumkin. Ikkinchi tuzoq, muddati, ma'lumotlari yoki holati eskirgan hujjat. Agar familiya o'zgargan, pasport ma'lumotlari yangilangan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki hujjat yirtilgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Hujjatlaringiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Pasportdagi ism, guvohnomadagi ism, bankdagi ma'lumot bir xil bo'lmasa, to'lov yoki imtiyozda kechikish bo'ladi. Uchinchi tuzoq, firibgarlarga ishonish. Kimdir pensiya guvohnomangizni bering, sizga imtiyoz chiqarib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Asl hujjatni begona odamga bermang. Pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, bank ilovasi, paroli hech kimga aytilmaydi. Haqiqiy yordam mahalla, bank, davlat xizmatlari markazi, poliklinika yoki rasmiy tashkilot orqali amalga oshadi. Telefon orqali sizga kompensatsiya tushadi. Kodni ayting deyishsa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, hududlar bo'yicha tartib farq qiladi. Bir viloyatda bor imtiyoz boshqa joyda boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun internetdagi umumiy gapga etmas. Aynan o'z tumaningizdagi amaliy tartibga qarang. Mahalla, hokimlik, transport boshqarmasi, poliklinika va bankdan yozma yoki rasmiy javob olishga harakat qiling. 5-nozik jihat, imtiyozlar ariza bilan ishlaydi. Ko'p narsa avtomatik tushmaydi. Siz murojaat qilmasangiz, tizim sizga kerakli yordamni bermasligi mumkin. Ayniqsa moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, kommunal kompensatsiya, dori ta'minoti bo'yicha ariza, tibbiy xulosa va ro'yxatga olish zarur bo'ladi. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, hujjat holati to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjat yirtilgan, yo'qolgan yoki ma'lumotlar mos kelmasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tiklash va yangilash masalasini so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, tibbiy xulosalar, dori cheklaringiz, kommunal to'lov kvitansiyalari, bank rekvizitlari va agar bo'lsa nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsin. Bu papka tayyor bo'lsa, har safar shoshilmaysiz. Uchinchi qadam, mahallaga boring. Mas'ul xodimga vaziyatingizni aniq ayting. Men pensionerman. Qaysi ijtimoiy yordam va kommunal yengilliklarga ariza bera olaman deb so'rang. Agar yordam kerak bo'lsa, ariza yozing. Arizada umumiy gap emas, aniq holat yoziladi. Daromad qancha, xarajat qancha, sog'liq muammosi nima, qaysi yordam so'ralmoqda. 4-qadam, poliklinikangizga murojaat qiling. Oilaviy shifokordan surunkali kasalliklar bo'yicha imtiyozli dori, bepul tekshiruv, dispanser nazorati, sanatoriy tavsiyasi bor yo'qligini so'rang. Shifokor aytgan hujjatlarni yig'ing. Agar javob noaniq bo'lsa, bo'lim mudiri yoki bosh shifokor qabuliga yoziling. 5-qadam, bank shartlarini tekshiring. Pensiya kartangiz qaysi bankda bo'lsa, o'sha bankdan komissiya. SMS xabarnoma, naqd pul yechish
omonat va pensionerlar uchun maxsus xizmatlar haqida so'rang. Agar sizga noqulay tarif ulangan bo'lsa, uni o'zgartirish mumkinligini aniqlang. 6-qadam. Har joyda so'rash odatini shakllantiring. Dorixonada, klinikada, transport kassasida, muzeyda, teatrda, davlat xizmatlari markazida bitta savol bering. Pensiya guvohnomasi bo'yicha imtiyoz bormi? Bu savol uchun uyalmang. Siz birovdan ortiqcha narsa so'ramayapsiz, faqat mavjud huquqni aniqlayapsiz. 7-qadam, rad javobini og'zaki qoldirmang. Agar sizga yo'q deyishsa, nima asosida yo'q ekanini so'rang. Kerak bo'lsa, yozma javob so'rang. Ba'zan xodim bilmasligi mumkin, lekin yozma murojaat qilinsa, masala boshqacha ko'riladi. Murojaatni qisqa va aniq yozing. Kimligingiz, pensiya maqomingiz, qaysi imtiyoz so'rayotganingiz va qaysi hujjatlarni ilova qilayotganingiz ko'rsatiladi. Pensiya guvohnomasi oddiy qog'oz emas. U transportda tejamkorlik, tibbiyotda qulaylik, dori-darmonda yordam, kommunal to'lovlarda yengillik, bank xizmatlarida foyda, sanatoriy yo'llanmasi, madaniy hayotda chegirma. Davlat xizmatlarida qulaylik va ijtimoiy himoya dasturlariga kirish imkoni berishi mumkin. Lekin bu imkoniyatlarning ko'pi o'z-o'zidan kelmaydi. Siz bilishingiz, so'rashingiz, hujjat tayyorlashingiz va ariza berishingiz kerak. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni faqat o'zingiz uchun emas, ota-onangiz, qo'shningiz, mahallangizdagi yolg'iz keksalar uchun ham foydali deb biling. Izohlarda yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki sizning hududingizda qanday imkoniyatlar bor? Boshqalar ham bilsin. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta oddiy ma'lumot bir oilaning oyma-oy xarajatini kamaytirishi va bir pensionerning hayotini ancha yengillashtirishi mumkin.